Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun 23-iyul 2026-yil. Ko'pchilik so'ragan mikrobga jarayonini ko'rsating deb kommentariyada yozishgan ekan. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga master class. Avvalo yerimizni yaxshilab, tekizlab 3 qator qilib kapilni tortib oldik, do'ga qo'ydik, salafan tashadik, orqasini qum bilan bekitdik. Endigi jarayon yerni yaxshilab sug'orib olamiz. Buning uchun bizga yomg'irlatish tizimidan foydalanamiz. Yomg'irlatish tizimimiz tepaga joylashgan. Mana shunaqangi qilib purka beradi, yomg'ir qilib. Tepasida 55% setka bor, salqinlantiruvchi. Ko'chat stress olmasligi uchun salqin bo'lishi kerak. Joyimiz tayyor bo'ldi. Endigi holat yaxshilab sug'orib olamiz. Yomg'irlatishni ochib qo'ydik. Yer shilta bo'lguncha, loy bo'lguncha sug'orib olamiz. Chunki 2-3 kun ochmaymiz, uni bekitib qo'ygandan keyin 2-3 kunga shu nam yetib turishi kerak. O'shaning uchun shilta qilib sug'orib olamiz. Yaxshilab sug'orib olganimizdan keyin ko'chatlarni onasidan uzib, mana shu holatda tomiri bo'rtib chiqqanlarini birinchi, ikkinchi tanoqlarini ajratib olamiz. Bu tomonda bo'lsa onasidan uzilmagan stakanda ko'chatlarimiz tayyor bo'lyapti. Kimga ko'chat kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Monodan tanoqlarni ajratib narigi paqirimizga tashlayapmiz. Narigi paqirimizda koronavirus suv aralashtirganmiz. Bu paqirimizda bo'lsa oddiy suv. Mana shunaqangi tomir chiqqanlarni ajratib ekamiz. Ekish jarayonida mana shu holatda ekiladi. Tomir chiqqan joyi yerga tegib turishi kerak. Ekib bo'ldik. Endi joyiga joylab salafanni yopamiz. Salafanni yopishdan maqsad oq tomir chiqarish. Bu dimlanganda Xudoning qudrati bilan oq tomir chiqaradi. Hozirgi holati salafanni bekitib, ustidan 55% setkani tashab qo'ydik quyosh nuridan saqlash uchun. Taylarini qum bilan bekitdik yaxshilab. Videoni chetgacha ko'rgan bo'lsalaring, like tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga italyanskiy albasortli qulpina ko'chatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Hammani dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.